Chang'an Plus haydaydigan akalar orqa kolodkalarni 30 ming kilometr yurganinglarda bitta ochib tekshirtirishinglarni tavsiya beramiz. Boksimizga Chang'an Plus avtomobili kelgan 50 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Bu yerda orqa kolodkalarni muammo bo'layotgan ekan. Azizbek, nima bo'lgan bunda? Kalotkasi tugagan ekan, sinib ketgan ko'rishingiz mumkin. Barabanlarni ham yeb tashlagan. Barabanga o'tib ketgan o'sha. Bularda 50 minglar yurmaydi-da, 30 minglardan almashtirib olish kerak kalotkasi. Usta tezroq ketadi kalotkasi. Hozir baraban ham ilk kolodka ham alishyapti. 50 ming yurganda. Ko'rishingiz mumkin. Yangi kolodkalar qo'yganmiz, barabanlarni ham qo'yib beramiz. Chang'an Plus haydaydigan akalar yoki Chang'an Plus haydaydigan odamlarga videoyimizdan jo'natib qo'yishinglarni tavsiya beramiz. Kolodkalarni har 30 mingda tekshirtirib turishinglarni tavsiya beramiz. Shunda katta rasxodga tushmaysizlar, mashinalar uzoqroq sizlarga xizmat qiladi.